Qani, mashalloh, mashalloh. Buni qo'zichoqni qaranglar. Aynan sizlar uchun 3 sotixdan iborat bo'lgan dang'illama 4 xonali hovli topib qo'ydim do'stlar. Hadovoy lokatsiyadan Angren shahri. Shunday avtostansiyaning yonginasida narxini uydagilar $41,500 deyishyapti. Kadastr bor do'stlar, umuman muammosi yo'q. Двухконтурный котел deysizmi, svet deysizmi, gaz deysizmi, suv deysizmi, hammasi o'tkazilgan do'stlar. Bu yerimizda do'stlar molxona taraf edi. Bu yerimizda do'stlar mana kiroverish darvoza zonasi. Bu yerimizda do'stlar to'g'rida hojatxona. Bu yerimizda birinchi, ikkinchi, ichkarida 3-chi, 4-chi xonalar. Bitta obzorda qisqa qilish uchun shunday ko'rsatib o'taman. Ichidagi remontlari zo'r. Xullas, ichkariga xoh sanuzel qilsangiz ham bo'ladi, xoh tualet, vanna kiradigan mashina qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni двухконтур kotyоllari ham bor do'stlar. Qishin, yozin, qishda issiqqina, yozda salqingina bo'ladi. Bu yerimizda do'stlar mana sanuzel, xoh hojatxona, xoh vanna, xoh tualet qo'ying do'stlar. Uydagilar narxini qaytarib o'taman. $41,500 deyishyapti. Manzilda aytib o'tdim. Batafsil ma'lumotga ega bo'lish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Sizlar bilan har doimdek aktiv ko'k ko'z bola.